Bu video gullar haqida deb o'ylasanglar juda qattiq adashasizlar. Bu videoda chiroqlarni professional ravishda oddiy ketma-ketlikda joylashtirish haqida gaplashamiz. Hozir menga nisbatan chap tomonimda 45 gradusda asosiy chiroq, o'ng tomonimda 45 gradusda yordamchi chiroq, orqa tomonda kontrolli chiroq. Shu 3 ta chiroq bilan professional videolar olsangiz bo'ladi. Hozir biz asosiy chirog'imizni o'chiramiz. Endi ikkinchi yordamchi chirog'imizni o'chiramiz. Kontrolli chirog'imizni ham o'chiramiz. Juda xunuk holatda. Endi biz buni birin-ketin ketma-ketlikda yoqa boshlaymiz. Orqamizdagi kontrolli chiroq bizga nima beradi? Bizani fondan ajratib, liniya beradigan asosiy orqada ishlaydigan chirog'imizdan bittasi. Endi yordamchi ikkinchi chirog'imizni yoqamiz. Farq sezildimi? Endi buni yana qo'shimcha ravishda professionalni juda chiroyli holatga keltirish uchun asosiy chirog'imizni yoqamiz. Mana endi chiroqlar bilan qanaqa professional ravishda ishlashni oddiy ketma-ketlikda o'rganib oldik. Sizga shunaqa kontentlar qiziq bo'lsa, bizning mobil guruh sahifamizga obuna bo'lib, bu videoga like bosib qo'ying. Mobilografiyaga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'yishni esingizdan chiqarmang.